U hech qachon qisqa yengli kiyim kiyib yurmaydi. Cristiano Ronaldo faoliyatining boshidan beri doim uzun yengli futbolka kiyib maydonga chiqadi. Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus yoki Al Nasrda o'ynagan bo'lsa ham, agar jamoada uzun yengli forma bo'lmasa, ichidan o'xshash rangdagi futbolka kiyadi. Bitta butun ko'rinadi. Lekin bir narsa aniq, biz hech qachon uni qisqa yengda ko'rmaymiz. Nega Cristiano Ronaldo doim uzun yeng kiyadi, hatto match jazirama issiqda bo'lsa ham? Birinchi sabab, u o'zini tirnadirmaslikni xohlaydi. Chunki ko'p o'yinchilar tirnoqlarni kesmaydi va yiqilganda qo'llarini tirnadirmaslikni ham istaydi. Cristiano eng texnik o'yinchilardan biri. U halol usulda to'xtatish qiyin. Shuning uchun o'yinchilar, ayniqsa faoliyatining boshida ko'p dribling qilgani uchun unga qarshi qo'pollik qilishga majbur bo'ladilar. U har bir matchda kamida 2 marta yiqilgan. Yana bir sabab, ob-havo. Agar match kunduzi bo'lsa, uzun yenglar uni quyoshdan himoya qiladi. Kechasi esa uni sovqotib qo'ymaydi va o'ynashni qulay qiladi.